Ay kızlar gel. Sofraya gel. Ay. Zor. Ben top aldım dedik. Hamma mani ko'rgani kelsa, men Sohibani ko'rgani keldim. Qo'ymaslar, taslim bo'lasizlar yo'qmi? Taslim yo'qmi? Men o'zim keldim, ustozi Sohibani ko'rgani keldim. Borolmadik endi. O'zim ham aytdim, tortish kichik ekandan sirvadi. Buni qara, nimachi ham, Napoleoncha. Voy, kattaroq, men qizini olib keladi. Keling, kiring. Yo'q. Sohiba qosondan kelyapti, qoson ha? Qosondan Shu kelyapman. ikkalamizniki Sulton Mirhaydar ana qilib turibdi. Kechasi bilan menga dasturxon tiktirishdi ustoz. Hay. Voy, muncha chiroyli. Muncha chiroyli. Muncha chiroyli. Men aytyapman, ustozga deyman, sovchilikka boryapman. To'yim bo'ladi, to'yim ilohiy nikoh bo'ldi deb yotdim. Yo, bu dasturxonni bitta ochib ko'rsa, nimalarga? Ha? Qaranglar buni. Buni yangi O'zingiz tikdingizmi? Muncha chiroyli. yangi uyimga endichi bu 5 ta izobilyas kelyapti-ku. Tekin dasturxon degani qosondan Sohiba o'quvchim keldi. Assalomu alaykum. Men aytyapman, hammasi meni ko'rgani kelsa, men Sohibani ziyorat qilgani keldim. O'rtamizda faqat Sulton Mirhaydar guvoh bo'ldi. Shu ko'rdim kelguncha ziyorat nimalarini o'tib shu. Voy rahmat. Bu tillarang, buni ko'ryapsizmi? Ustoz Tillarang. qarang, buni uchiga yetmadi. Men aytdim, bejizga emas. Yo'q, hammasi yo'l bu. Shuni o'yladim. Ha, Kabanikidek yo'l, mana shunday Men nimaga. aytdim, bekorga emas. O'sha burchagi chiroyli chiqdi. Kristallar. Fason bo'lgan. Ha? Fason bo'lgan. Yangi uyimga niyatlar qilib olib qo'yaman. Juda ham chiroyli, katta rahmat Sohiba. Qani uyga? Ana qizlarjonlar, o'zim keldim. Bu doim kvant gapirardi. Kvant, Rayhon opa menga kvant formula tushib, mana kvant qilib tortib oldi o'zi. O'quvchim qosondan. Sohiba olib kelgan. Ha, sertifikat beruvdilar. Hammaga shunaqa narsa ulashib yuraman. Bu kishi amakivachcham sifatida hoji. Sizlar bilan umra qilgan, akam. Qo'l tavsilash. Kiring. Bular yaqinda ikkita kelin olibsizlar, ertaga bularga kelin ko'rdiga boramiz. Salomga. Qanday? To'ylar